Bu yigitni oq akula g'ajib tashlashga bir necha soniya qolgandi. U o'z o'rtog'ining baliq oviga mo'ljallangan ashyolari suvga tushib ketganligi uchun suvga sakragan. Biroz vaqt o'tgandan keyin tepada turgan o'rtoqlari yaqinlashayotgan oq akulani ko'rib qolishadi va sen tomonga oq akula kelyapti deb baqirishadi. Bu xabarni eshitgan suvga sakragan yigit dahshatga tushadi. Yes. What? Get to the step. Swimming there. What is it? Just get to the step. Xayriyat, yigit tirik qoldi. U oq akuladan qochib ulgurdi. Hech qachon siz bilmagan notanish suv havzasiga sakramang. O'z joningizni xatarga qo'ymang. Biz bilan siz yanada xavfsiz bo'lasiz.